Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi, yaxshi dam oldinglarmi? Men bugun ko'chaga boradigan ishim bor edi. Ixmaga o'tishim kerak, ulgursam, bo'lmasam bankka o'tishim kerak. Ana shuning uchun Osiyoni Davlatbek akasiga tashlab ketyapman. Saldan keyin o'sha Kamronam kelib qoladi, 10:30largacha boqadi. Bormasam bo'lmaydi, Osiyoni ko'tarib borsam meni qiynab yuboradi. Shuning uchun o'zim borishga qaror qildim va yo'lga chiqdim. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali yana uyga qaytaman, qishloq hayotiga qaytaman yana. Yo'q. Biz o'zimizda, tumanimizda Katlovondamiz. Katlovonda men yangi yerda dugonam Jumagulga kelganda Osiyo bilan qaytganimda soat 5 gacha, 6 gacha qolib ketdik, mashin bo'lmay, avtobus bo'lmay ko'chalarda. Ana shu paytda ana tashqaridagi vokzalda soyabon tagida qoqib o'tirdik. Bilsam mana bu yoqda hozir ko'rsatgan joyim bor ekan. Yaxshi, salqin, konditsioner, televizorli joy. Bilmagan ekanman. 10 qadam bu yoqda. Hamma vokzalda bo'ladi-yu, dam oladigan, o'tiradigan joyi bo'ladi. Bitta do'konchasi bo'ladi oltida. Qimmat ichimliklar sotiladi. Shunaqa joyi bor ekan. Men ko'rmagan ekanman. Endi ko'ryapman. Mana o'tirgan dugonam. Ertalabdan beri birga yuribmiz. Ishimiz bir joyda ekan. Birga borib kelib, birga ishlarimizni bitirib yuribmiz. Ancha bo'ladi ko'rmaganimga, taqdir o'zi ko'rishtirdi bizni. Xudo yo'llariga deb berganingiz xayr bo'lsin. O'g'il qizingizga bosh bo'ling, ishingiz yurishib ketsin, Alloh saqlasin. Men uyga qaytdim. Abit soat 1 bo'lib ketdi. Avtobus rosa toshbaqaga o'xshab yurdi. Eng yaxshi narsa kechikkaningda ovqat qilmasang nima aytaymi? Tuxum bilan xotlanch. Ozroq piyoz bilan tuxum qovuramizda, keyin xotlanch tayyorlab yeb olamiz. O'zi kecha somsa qilgandim dedim, ovqat bo'lsa ham. Somsa ham bor, balki bolalar yeb qorni to'qtir. Ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Uyga kelyapman. Mana bizning uyimiz. Yaxshimisizlar qizlar, xayrli kun. Bugun borib kelganimdan keyin, boya ro'tinda tuxumni yeganimizdan keyin kirib, Uzum marketdan faqat narsa tanlash bilan ovora bo'ldik. Soch shu bilan to'rdan o'tdi. Hali non yopishim kerak, so'rini shipirishim kerak. Idishlar botib yotibdi. Boya kran o'chirdi. Mana endi chiqqan, hali yuvganim yo'q. Hozir tarvuz yeb o'tiribmiz. Uzum marketdan qanday narsa tanladik deysizlar? Ixma bor qilasiz. Ixma bor-ku, shu Ixma tomonidan kam ta'minlangan oilalarga yordam sifatida summa ajratilgan maxsus tovarlar Uzum marketdangina faqat olish imkoni bor, lekin ana shuni ham olasiz 2 milliongacha, lekin siz qo'lingizga pul bermaydi, faqat Uzum marketdan tanlab olasiz. Olganlar biladi yo endi olish kerak bo'lganlar biladi. Xullas men ana shundan bolalarimga maktab formalarimi, qo'ldan kelgancha shu 2 million nimaga yetsa o'shani tanladik. Xullas qalam ko'p narsaga yetmadi. Doim Osiyo suvni chiqarmay yetar o'zida. Ko'p narsaga yetmadi, chunki ko'p narsalar qimmat turibdi yoki asli hayotda bozorda qimmat bilmadim. Xullas qalam tanladik o'shani. Endi 2 kunda, men ertadan keyin yetib keladi deyapti. Borib olamiz, keyin ko'rsatamiz. Raspakupka qilamiz hali. Kelsinchi. Bu ham davlatimiz yordami bizga. O'tgan safar Toshkentga borganimizda bularni rasmiylashtirgan ekan. Menga aytish esdan chiqib ketgan. Mana endi bilib, borib shuni kodlarini olib kelib, Uzum marketga kirib tanladik. Osiyoning ustida kiyim yo'q, olmayapman. Molga o'xshab tarvuz yeyapti. Oqizibsan hamma joyga. Qoch. Salafan suqib tashlading shuni. Artma qo'ying ustingga. O'sha biriktirilgan 2 million so'mda
qo'lingizga naqd bermagan bilan uzun marketdan tanlash imkoni bor. Ijtimoiy degan joyda bosib kirib tanlar ekan. Ikkita bolamdan ortmadi. Ikkita bolamdan ortmadi emas, ikkita bolamga ham yetmadi. Ko'p narsani endi chiqib o'zimiz olamiz, lekin shunisiga ham rahmat. Shu bo'lmaganda nima qilar edik? Tan olish kerak. Opuch, Osiyo opuch deydi. Savzi bilan tarvizda. Mana muzlar yo'q bo'libdi. Eshakdek muz o'sib chiqqan. Bitta tog'ora sig'maydi hattoki. Endi hozir bemalol sig'adi. Mana esingdan ham qanaqa muz bo'lib ketuvdi. Xolodilnikni kecha o'chirib qo'yuvdim. Kechki tomon tashqariga ayniydigan narsalar bo'lsa, nima bo'lsa olib chiqib salqinga qo'ydimda, keyin o'chirdim. Chunki orqa tomonida, devorida, muzxonada tepadagi muzlari shunchalar o'sibdi. Idish qo'ysam, idish sig'mayapti. Qatiq idishmi, sut idishmi, keyin o'chiraman deb yurib, kecha vaziyat kelib qoldi. O'chirib 1,5 kun bo'yi soat 2larda qarasam, ancha muzi mana devordan ko'chib, erib turgan ekan. O'g'limga aytdim, olib tashqariga olib chiqib ot dedim. Katta bir 2-3 ta muz olib chiqib tashladi. Hozir endi shuni xolodilnikda artib, narsalarni joylab, endi yoqib qo'ydim, to'kka siqib qo'ydim. Endi yana boshqatdan ishlayapti. Xamir qilib qo'ydim. Non yopaman kechki tomonga endi salqinda. Boya kelib yopaman dedim, charchab qoldim. Yana ham uzun marketdan narsa tanlash ancha vaqt olar ekan. Narsa tanlab o'tiraverdik. Shunga endi nonni kechga yopaman. Hozir so'rlashib biraman. Idishlar yuvaman, idishlar to'planib qolgan. Kuzatishga davom etinglar bizda. Kamron. Hayalda to'yma bir bala bo'lyaptimi?
Yozib beraman bir şey. Bir şeyda ovqati bor ekan-ku, sotib olingan. Qora salfanda ko'rib, qomat demovdinglarmi? Yo'q. Men qomat dedi-ku. Rosa berib pis qolmadi dedi. Bolalarga jajmich qilib beramiz. Jajmich mana bunaqa eritilgan sariqqa qilgan. Avval narigi oddiy maskamoyga qilib yurardim. Bunim kuyapti. Shu bugun kechki tomonga non qilishim tiqilib qolganligi uchun kamron molni sog'dim. Men faqat hozir suzib elakchasidan o'tkazdim xolos. Aytish yodimdan ko'tarilibdi. Endi aytyapman. Asalim sog'oraymi? Bu asal. Bundan olib, bunga botirib yeyiladi. Soat 10:30 bo'pti. Nonlarni o'radim, dasturxonlarni yig'dim, so'rini qoqib ko'rpachalarni ko'tarib qo'ydim. Shipirmadim, erta shipiraman, oshxonani ham ertaga ertalab shipiraman, xudo xohlasa. Biz bilan bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Kechga hech narsa yegim kelmadi, yemadim. O'zi chin dildan xohlasang miya signal berar ekan, yema deb. Yegim kelmadi. O soat 5-6lardan tarvuz yuvdim ozgina. O'shandan keyin yegim kelmadi. Hamma yaxshi yotsin, yaxshi uxlasin. Biz endi dam olgani ketdik. O'ngingdan siglo qo'yamiz. Qancha ketdi siglolar? Nima bo'ladi? O'ngingdan siglo qo'yamiz. Uyga oyoq kiyim olinglar. Loyiqmi? Etek qisyaptimi? Nechi bu? 41 ni kiyib ko'r. Nargi oyog'ingga. Katta ketadi, opa bunda yuguradi-ku. Bo'ladimi? Kabishi yurmaydi. Ay, mana yaxshi. To'g'ri. 34 mikansan? Mana nechi? 35 midi? 36 midi? Bosma orqasini. Yechyapsanmi yo? Qara sheri. Buni sherigi ha shu? Yo, bir razmer kattami bu? Sherigi. Kattami? Katta. Aniqmi? Keyin bahorga borib oyog'imga kichkina qoldi dema. Ha, ko'kni kiymaysan, ko'k boshqa narsani. Ha. U bo'lmaydi-ya? Rangi bo'lsin. Mana suv chiqibdi-da, qo'l bo'lib qoldi. Qo'l bo'lib qoldi. Oyoq kiyim jenski, boshqa hammasi bor. Biz qo'l o'g'rilarimiz dedi, biz qo'l pul berayotganmiz. Sakson berishim kerakda. Tagiga tardon qo'ymadigan. Ko'ring, vaqtingizni suring. Yaxshimi? Mana yog'im qisyapti, lekin tashiydi. Haqiqatchi naski bilan kiyapsiz. Ha. Kirishibdi. Endi qandayman naski bilan kiyaman. Yo'q, ana yosh bolaga o'xshab qoldi. Chiroy turdi-ku oyog'ingiz? Chiroy turdimi? Ha. Olasan. O, mana zo'r. Sapog olmishsizda sapog o'rnida kiyaverasizlar. Hali shu darajam. Boy bo'lgan bilan qarang. Mayli. Bu dadangga, bu yashili sen bilan akangga, bu menga, Osiyoga. Da.
Ketdik. Mana 5 daqiqa beramiz qizim. I am dietada. Shu desanglar butun boshli bozorda bolalarga uyga kiyishiga rezinka oyoq kiyim topolmadik. Ikkalasini ham rezinka oyoq kiyim eskirganda bitta olib beray desam topolmadik. Bor, juda xunuklari bor razmeri yo'q. Hech kim shunaqa bo'ldi. Papini kiyasanmi yo'qmi? Ha, bo'p turursin, bor o'ynayver. Ha, seniki, senga olib keldik. Mana Osiyoga bugun uyga oyoq kiyim oldik. Men kuku. Bor. Men kuku. Bor o'ynayver. Kuku. Solmaymiz. Ancha o'tinchalar chiqibdi. Mag'lubsen? Mag'lubsen? Qatiqni ko'ramiz. Yaxshi o'tdi. Bo'ldi. Xolodilnikka qo'yamiz endi. Xolodilnik muzdan tozalagandan keyin toza bo'sh keng bo'lib qoldi. Shunday muz o'sib chiquvdi. Go'zal o'g'lim, men. Davlatboy. Ash tog'araga ag'darib qo'y. Men jonimga Osiyo chiqqanmi? Asiya. Sandan keyin o'chiraman aka. Davlatboy, mana sizdan qilib qo'lamizmi? Süzməni? Niye bu süzme ver? Hə? Bu süzme ver. Xalas. Süzən qoşayım çox. Ha. Maşın yox.
Tuzman chekkasidagi, xaltani chekkasidagilar qotib sag'ib ketdi. Qutga o'xshab. Soldim. Bor o'zim qilaman keyin. Osiyo, asta tushgin. Uncha tez tushasan. Qochdimi? Osiyo shkafga pishaydi, qamab qo'yuvdi. Mana shkafga. Ol, yoqda idishlar, bir narsalar bor desam, ochuvdi, pisha qochib ketdi. Shuni quvib ketyapti. Mam deb. Qurtlar qilib bo'ldim. Sog'aman shuni. Olma o'tinchani. Kamerani chekdim. Vish qilamiz Osiyoni. Osiyo qoch dedim. Qoch, dadang tomonga o'tib tur. O't anaqa, shipirib olay taging o't qilsa. Siz dadang tomonga o't. No. Taging turpoq Osiyo. No. Bo'p, tegin menga. No. Buni qanadan qarang. Molcha. Dalatboy, supaqir olib qo'yagan. Ana qopda ham olib kelgan. Osiyo. Otma. Ot. Deb hazır işlerini. Yo'q. Hadi biraz ısıtın. Bilmasan. Açıp vereyim başka. Ochmaysan, ochma. Açıp boşup açıp urib vereyim. Och olasanmi? Nima biz ocha olmadik unda? Qachon? Million marta urindik. O'sha buzib qo'yganmidi? Ha? Och. Ana telefonim. O'chada. Bo'ladi. Yirtaylik. 4 ta lapshasi bor. Ana. Mana dorchini ichib olgan bola. Молодец. Ya, buka ağız değişik mi? Osiyo hozir aya bibir qiladi. Mana yangi papu kiyib oldim meni qizim. Voy bu. Chiroyli bo'lib ketdingiz. Biz kech bo'lganda yo'lga chiqdik. 2 kundan beri sentrimizdan ovoz eshitilar. Nimani ovozi desam, cholim batut kelgan deydi. Batutga bo'lsin, bolalar olib borib kelay deb yo'lga chiqdim. Mana ikkita kichkinani olib oldim. Osiyo? Nima qilyapsiz? Oyoq kiyimini maqtanyapti. Biz yetib keldik. Haqiqatan batut bo'lib yotibdi ekan. Batutdan tashqari diskoteka ham bo'lyapti ekan. Ayiqchalar bilan bolachalar, qizchalar rosa o'ynayapti ekan. O'zimiz mahallamizdagi G'ayrat akani bolalari ochgan shekilli. Yaxshi qilibdi lekin. Mana Osiyo apuchilar bilan so'rashyapti. Ikkala apuchi bilan ham Osiyo qo'l berib ko'rishib chiqdi meni qizim. Ana kim ichida odam bo'lsa ham bir ham odamni xursand qiladi ayiqchalar. Ana men qizim qo'rqmaydi apuchidan. Bir chiroyli so'rashib qo'yadi. Bu yerda qo'shiq bo'lyapti, o'ynab yotishibdi. Yana har doimgidek avtorskiy pravasi bormi, yo'qmi, mualliflik huquqi. Shundan cho'chigan holda qo'shiqni o'chirib tashladik. Asta tush Yasmina, asta. Osiyo.
Rejasida ushlab sakrat. Ayiqchalar bezuvg o'ynamayapti. Bu yoqda musiqada rosa mazax o'ynayapti. Endi qaysi qo'shiqda mualliflik huquqi bor yo'q men bilmaganim uchun ko'p qo'shiqlarni men chetlab o'tiraman. Shuning uchun mana bolachalar bilan o'ynaganini ham shunchaki qo'yib ketaverdim. O'zi kayfiyatim yo'q edi, nimaga aytaymi? Boya dadam haqida degan videoni qo'ysam, ba'zi birovlarga yoqmabdi. Yoqmasa eshitmanglar, ko'rmanglar. Hammaning dadasi ham bir xil boshini silab, ko'klar ko'tarib katta qilmagan. Men borini boricha aytdim. Yaxshisini yaxshi dedim, yomon bo'lsa yomon dedim. Yolg'on kerak bo'lsa bo'pti. Bundan keyin faqat dadam maqtayman. Dadam 3 etajli uyi bor edi, 10 ta mashinasi bor edi. Ayiqlarni videoga olyapman, o'zim rosa o'ynayim kelyapti. Bilasizlarmi, odamzodga yolg'on bo'lsa ham eshitish, ko'rish yoqadi. Mana ayiqchalar haqiqiy emas, lekin odamni xursand qiladi. Odamlarga yolg'on yoqadi. Bilmayman nimaga. Haqiqatdan ko'ra yolg'on yoqimliroq. Buni xoh to'g'ri tushuning, xoh majoziy ma'noda tushuning. Ayiqchalar ichida odam borligini bilyapman, lekin rosa kayfiyatim ko'taryapti. Mana bu sun'iy poliyami nima? Ana shunaqa sun'iy poliya. Bu yoqda qanaqadir to'garaklar va to'garakdan keyin bolachalar mashg'ulotlar o'taydi. Lekin tunda katta erkaklar ham o'ynaydi bu yerda. Tunda baqir-chaqir ovozlar eshitilib qoladi bizgacha ham. Bu kichkina ko'rinib turgan bino, ko'k eshikli bino bizning qishloq aptekamiz. Hamma dori bor. Hamma dorini topsa bo'ladi. Mana bu yoqda batut turibdi. Bu biz sentrda. Mana orqadagi chevarxona, tikuxonasi. Oldilarida go'shtxonalar bor. Ana. Osiyo. Qanday o'ynading qizim? Mazami? Qildi meni qizim. Maza qilibdi. Ertaga yana kelamiz. Yana kelasanmi Osiyo? Ha? Apchi endi hozir o'ynaydi. Ana bu. Osiyo qara. Men apchi. Chekechik. Uyga keldik. Darvozani yopdik. Men cholim. Kapalakcha. Asta tush. Bugun bolalarga kompostini olib keldik-da, shu bilan birgalikda o'zimni ham kiyintirdim. Cholimga aytdim, o'zingga ham ol deb qo'shimcha pul beruvdi. Mana o'zimga mana krossovkani oldim. Bu hademay mana kuz qishga kiysa bo'ladigan qalin krossovka. Hozirga yozgim bor-ku, ikkita edi, yozgimda bittasi sal eskirgan. Mana krossovkani oldim. Bu kuz qish mavsumiga oldim. Chunki hozirga bor, ana usti to'rli oq krossovkam bor. Etik-petik kiymay qo'yganman. Raspakopka chek degani mana shu. Keyin vishilka oldim, bolalarning kiyimini alohida ilishga bu 10 ta bo'lar ekan, temirligidan oldim. Ana oyog'im tagidan chiqsa olaman deb yurdim. Kir iladigan pirshipka ham olmoqchiyim, esimdan chiqibdi. Cholim baribir o'zimda jo'natdi. Borsam borib kelmay Osiyani olib o'tirib turaman dedi. Osson borib keldik. O'zim mana mijing borganda miyav deb qo'ymasdi bozorda aylangani.
yuraman deydi. Ham hozir ayni mana maktab davri-ku boshlanyapti. Bozor mana shunaqa odam to'la. Borganimizda kamroq edi, qaytishimizda ko'payib ketdi. Keyin mana bu yerda o'zimga shaxsiy narsalar olganman. Uni ham cholimdan so'radim, olaver degan. Xullas bu shaxsiy narsalar. Keyin ha, neneli reklama. Bular mana bu. Keyin mana bu o'zimga jenskiy tomonimda og'riq bo'luvdi-ku. Ana shularga davolanish uchun oldim bularni. Hammasiga uchun cholimga rahmat. Yana bu yerda shu davolanish uchun kerakli mahsulotlar, narsalar to'plaman. Bugun shu bilan kunimiz o'tdi. Allohga shukr. Kechga qatiqli ovqat qildim. Qatiqli ovqat xamirni o'zim qilib yoymadim. Tayyor xamircha soldim. Rosa chiroyli chiqdi, lekin o'zim ichganim yo'q, chunki ocham qolmagan edim. Qatiq ichaman, rosa och qolsam dedim. Qatiq ham ichmadim, chunki tortmadi, ichkim kelmadi. Keyin batutga borib hozir keldik, mazah o'ynab. Yana ayiqchalar o'ynagan-ku, rosa o'ynayim kel. O'zim zo'rg'a bosdim. Aytdim-ku, paqir chalib tursa ham o'ynayim kelaveradi deb. Shunaqa gaplar. Ba'zi birovlarga kecha qo'ygan videoyim dadam haqida degan so'zlarim yoqmabdi. Ming bor uzr. Endi men nonko'rlik qilib dadamni yomonlab qo'yibman. Uzr qizlar, uzr opalarim. Endi borini boricha aytish kerak deb o'ylabman. Yolg'on gapirsam bo'lar ekan. Dadamning 3 etajli uyi bor, 2 etajli mashinasi bor edi, deyishim kerak shekilli. Men bilmasdan dadamni bor haqiqatlarni aytib qo'yibman. Ming bor uzr. Haligi bilmasdan gapirib qo'yibman. Endi nima deysizlar? Sizlarga yolg'on yoqar ekan, men haqiqatni aytib qo'yibman. Endi bundan keyin haqiqat aytmaydigan bo'ldim. Sal tarbiyalandim mana. Rost narsani aytmayman-da endi. Yig'lab turgan bo'lsam, ko'zingga nima bo'ldi desa, "Voy, piyoz archuvdim" deyman endi, xo'pmi? Shunaqa gaplar. Cholim so'radi ekan, hali kirmabdi uyga. Ertaga bolalar xonasini yig'ishtirishim kerak, rejamda. Yozmasam rejalashtirib qo'y. Boyagi daftarni ber Davlatbek menga. Boya daftarni. Keyin bolalarga o'quv qurollarini polni oldik hammasini. Sirkulmi, daftar, daftarcha, katta daftar, maktab kitob o'raydigan, daftar o'raydigan, общий daftarlar, salafanlar oldik. Keyin mana bu daftarchani o'zimga oldim. Nimaga olding denglar? Allohning 99 ismini yozaman. Qachondan beri yozaman deb hech boshlay olmayotgandim. Xudo xohlasa Alloh 99 ismini yozib, to'g'risiga orzularimni, maqsadlarimni, niyatlarimni yozib chiqaman. O'z Allohdan uzoqlashib ketdim, to'g'ri aytasizlar. Ruchkam akangga berasan, ikkita qiz ruchka oldim. O'zimda bo'lsa kerak, biri senga, biri akangga. Yashil ruchka olmadik. Hali uzun marketdan qilgan narsalarimiz yetib kelmadi. Kelib qolar xudo xohlasa, hali kelmadi. Biz yaxshi, kayfiyatimiz a'lo. Bunday o'tirganimda yelkam kichkina, qo'lim bitib katta bo'lib turib, o'sha yelka bitib to'g'ri tushish kerak shekilda, shunda haligi ortiqcha vazn bo'lmaydi. Bunday turganimda kim ko'ryapti? Yelkam qisqa, qo'limga kelib bitib paqirga o'xshab kengayib ketgan. Ana shunda bunday kengaymash kerak deb o'ylayman. Hozir hali chiroyli bo'lamiz, yosharamiz. Mana bu yoqdagi 3 ta ajinim ancha chuqurlashibdi. Mayli, shunisiga ham shukr. Chunki ajinlarim odamni yuziga ko'rk bag'ishlaydi. Ba'zi ayollar bor, yuzida ajin yo'q, qaragim kelmaydi. Ba'zi ayollar bor, yuzida ajin to'la bo'lsa ham quchoqlab o'pging keladi. Shunaqa gaplar. Biz oddiy, sodda, samimiy qishloq hayotimizdan lavhalar qo'yishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Endi biz xudo xohlasa yotib dam olamiz. Bolalarga kamko'stini oldik, yuvib taraydiganini yuvib qo'yganmiz. Konstavar deydimi, xullas bolalarga hamma narsasini oldik. Yana nima oldik? O'g'illarimga qarang, kecha krossovka zakaz qildik. Tuflining o'rniga makas yo shu tufliga o'xshaydigan narsalar zakaz qilib bo'ldik. Ular keyin yana nima dedi? Sarkanoshkami degan butsiga o'xshaydigan tishi mayda narsa so'radi. Uni ham bozordan hamma joyda narxi har xil ekan.
Bozordan izlab topib o'rta narxdagi yaxshi joydan oldik. Mana buni ham qayerdadir 250 ming, qayerdadir 350 ming, qayerdadir 400 ming deyapti. Buni men 190 mingmi qancha dedi, keyin 170 mingga berdi. Xullas kalom bilmayman, zo'r, o'zimga rosa yoqdi. Chalim bugun meni xursand qildi. Chalimga Xudo bersin. Tani joni sog' bo'lsin meni baxtimga. Javrab yursam ham baribir yaxshi ko'raman chalimni. Xullas shunaqa gaplar. Kursdoshlarim bitta ziyorat joyiga borib, kursdoshlarim ziyorat joyi borda bizda Xo'jamishken degan. Xo'jamishkenmidi? Xullas shunaqa shekil. Ana shaqa borib kelaylik deyapti. Chalimdan so'radim. Irmaysizlar, zerikmaysizlar, mashunda qimdek qilib silkinib yuraverasizlarmi dedi. Endi bilmasam qo'ydimi, qo'ymadimi, boshqatda yana so'rab ko'raman. Qo'ysa boramiz, juma kunmi deyapti. Yo shanba yo juma kun Xudo xohlasa. O'zimga qo'ysa, shaharda o'tirganimiz ma'qulmidi? Uje yog'lar salqin bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Salqin joylar deydi-yu. O'tgan yilmi, bolalarda olib bordim, undan oldingi yilmidi? Bolalarda olib borgandim. Bir narsalar pishirib boruvdik, yo'ldan sotib oluvdik, xullas shunaqa qiluvdik-da. Asmi? Osiyo qayerga bordingiz boya? Abdi. Apchi deb boyaga ikkita ayiqchali odamchalarda aytyapti Osiyo. Endi ammalarga bay deng, dadda qilamiz endi. Osiyo? Ammam bay. Abdi. Bye. Huh?